Hammaga salom aziz do'stlar, men ismim Azam Azizov. Siz Uzlogiya kanalida, biz ushbu kanalda psixologiya haqida gaplashamiz. Bugungi videoda men javob beraman biz gaplashamiz следующей temaga. Вахима, стресс, паника, навязчивые мысли и vos-vos tam shunga o'xshagan narsalarda solsa bo'ladimi? Bu narsalardan qutulsa bo'ladimi? degan savol sizda bo'lishi mumkin. Ответ berishdan oldin siz bitta narsani tushunishingiz kerak, что bu narsalarda, misol uchun stressmi, trevogami, polni siz o'zingizga unaqa maqsad qo'ymashingiz kerak, что polni ularni yo'q qilish uchun. Bunaqa narsalar ko'p odamlarda bo'ladi. Inogda bu normalno. Agar bironsa qiyinchilik bo'lib qolsa, agar siz biroz stress qilgan bo'lsangiz, xavotir bo'lsangiz, bu normalno. Просто некоторые odamlar слишком qattiq stress ushlaydi, слишком qattiq panikaga tushadi, слишком qattiq trevogaga tushadi. Misol uchun sizda biror problema bo'lsa, kamgina xavotir bo'lsangiz bo'ladi. Bu bizning instinktimiz, природный. Lekin siz слишком qattiq qo'rqsangiz, что вообще ovqat yeyolmaysiz, постоянно xayolingiz shunda, постоянно uxlolmaysiz, qiynalib yurasiz. Bu уже bunda ishlash kerak. Поэтому gap unda emas, что вообще bu narsalarni yo'q qilish kerak. A gap shundaki, что buni kamaytirish kerak, нормальный уровеньgacha kamaytirish kerak. Вот. И mana shuni, то есть kamaytirsa bo'ladi. Bitta несколько способlar bor. То есть ko'p упражнениялар bor. Qanday buni qanaqa упражнение qilish haqida, qanaqa упражнениялар bor, hammasini kanalimda ko'rsangiz bo'ladi. Hozir kanalimga o'tib, hamma videolarni ko'rib, bir boshida, например, упражненияларni qilsangiz, уже siz rezultat olishni boshlaysiz. Unda tashqari siz bilishingiz kerak, nimaga bo'libdi, nima qilish kerak, именно qanday qilish kerak. Mumkin siz упражнение qilyapsiz, no noto'g'ri, boshqa narsalar qilyapsizdir. Men ham shunday bo'ldi, men некоторые упражнениялар qilardim, avval rezultat bermasdi. Chunki meni situatsiyamda совсем boshqa упражнениялар qilish kerak edi, оказывается. Вот. Sizda ham shunaqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun siz изучать qilsangiz, teoriyani bilishingiz kerak. Bu nima narsa, qanday bu ishlaydi, qachon bu trevoga ko'payadi, qachon trevoga kamayadi, чтобы siz ошибкani qilmasligingiz uchun. Yana variantlar bor, например, dori некоторые ichadi. Lekin bilish kerakki, что dori bu vaqtincha yordam beradi, bu как дополнительный помощь. Lekin dori ichib bo'lganingizdagi rezultat qaytib kelishi mumkin. Nimaga? Chunki sizning mishleningiz o'zgargan yo'q. То есть dori ichsa miyangiz успокоиться qilishi mumkin, lekin vaqt o'tgandan keyin yana trevoga ko'payishi mumkin. Nimaga? Chunki mishleningiz o'zida qolgan, fikrlaringiz o'zida qolgan. Shu nevrozga, stressga, trevogaga nima olib kelyapti? Sizning mishleningiz, sizning fikrlaringiz, sizning убежденияларingiz. Mana shu причина. И чтобы mana shu problemalarni kamaytirish uchun siz o'zingizni fikringizni o'zgartirishingiz kerak, mishleningizni o'zgartirishingiz kerak. Вот. Keyin sekin-sekin, сразу emas, bir kunda emas, 10 kundan emas, vaqt kerak, чтобы mishleniyani o'zgartirish uchun. Misol uchun mana представить qiling, sizga 18 yoshmi, 25mi, 40 yoshmi, siz shuncha yil bitta mishleniya bo'lgan. Например, sizga 30 yosh bo'lsa, siz 30 yosh bitta mishleniya bilan yashagan. Bir haftada sizning mishleningizni chapacha qilsa bo'lmaydi, boshqacha qilsa bo'lmaydi. Vaqt kerak. Lekin упражнение qilsangiz, rivojlansangiz постоянно, то sekin-sekin, потихонечку rezultat bo'ladi, aziz do'stlar. Hozircha tamom. Agar savolingiz bo'lsa, kommentariyada yozishingiz mumkin. Hammaga kattakon rahmat. Xayr.